Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozoq Story Time. Biz boshlaymiz. Nikohdan oldingi sukunat. Linda bu qarorni muhabbatdan qabul qilmagan edi. U 19 yoshda edi. Orzulari bor, lekin tayanchi yo'q. Otasi erta vafot etgan, onasi kasal. Qarzlar, bosim, qarindoshlarning jim, ammo o'tkir nigohlari, bularning hammasi uni bitta yo'lga itargan edi. U yo'lning oxirida 75 yoshli shayx turardi. Nikoh marosimi hashamatli bo'ldi. Oq marmar, oltin rangli chiroqlar, sukutga o'ralgan ehtirom. Shayxning qiyofasi sokin, ovozi past, har bir harakati o'lchangan edi. Linda esa jilmayishga harakat qildi, kameralar va qarindoshlar qarshisida. Bu sening tanloving, degan edi onasi jim ovozda. Lekin oqibatini bil. Linda bilmasdi. Bilishni ham xohlamasdi. Nikohdan keyin hamma narsa tez tugadi. Mehmonlar tarqaldi. Uy ichidagi shovqin sekin ochdi. Va nihoyat, birinchi tun yaqinlashdi. Xona keng edi. Oqartirilgan devorlar, qalin pardalar, xushbo'y hid. Linda yuragi tez urayotganini his qildi. Qo'llari sovuq edi. U deraza yoniga borib chuqur nafas oldi. Hammasi boshqacha bo'ladi, dedi u o'ziga. Faqat sabr. Eshik sekin ochildi. Shayx ichkariga kirdi. Uning yuzida tabassum yo'q edi. Faqat diqqat bor edi. U Lindaga tik qaradi, so'ngra eshikni yopdi. O'tir, dedi u sokin. Linda o'tirdi. U kutgan so'zlar aytilmadi. Kutgan harakatlar bo'lmadi. Aksincha, shayx stol tomonga borib, qalin jildli papkani oldi. Men senga bir narsani aytishim kerak, dedi u, bu tun sinov. Linda hayratlandi. Qanday sinov? Shayx papkani ochdi. Ichida hujjatlar, eski suratlar va bitta kichik kalit bor edi. Sen bu uyga kelib odamlar ko'rmagan haqiqatni ko'rasan, dedi u, lekin avval tanlov qilasan. Qanday tanlov? Dedi Linda, ovozi titrab. Shayx kalitni stolga qo'ydi. Bu eshikni ochasanmi yoki ketasanmi? Linda kalitga qaradi. Yuragi yanada tez ura boshladi. U bu nikohdan boshqa narsani kutgan edi. Va aynan shu paytda tushundi. Birinchi tun hammasi emas ekan. Kalit ortidagi haqiqat. Linda kalitga uzoq tikilib qoldi. U kichkina edi, eski, qirralari yeyilgan. Bunday kalitlar odatda sandiqlar yoki yillar davomida ochilmagan eshiklar uchun bo'lardi. Lekin bu uyda hamma narsa yangi, qimmat va mukammal ko'rinardi. Agar ochsamchi? Dedi Linda sekin. Unda sen bilasan, dedi shayx. Agar ketishni tanlasang, bilmay ketasan. Lekin tanlov faqat bugun. Nega aynan bugun? So'radi Linda. Shayx bir zum jim qoldi. Chunki bu uyga kirgan har bir inson birinchi kechada yolg'onlardan tozalanadi, dedi u, keyin kech bo'ladi. Linda qo'rqayotganini yashirmadi. Men sizdan boshqacha narsa kutgan edim, dedi u, bu nikoh. Bu nikoh, shartnoma, dedi shayx. Lekin faqat qog'ozdagi emas. U eshik tomonga ishora qildi. Yur. Yo'lak uzun edi. Devorlarda eski rasmlar osilgan. Ular dabdabali emas, aksincha sodda edi. Turli yoshdagi ayollar, bolalar, erkaklar. Hammasi bir joyda tushirilgandek, lekin turli yillarda. Bular kim? So'radi Linda. Mening uyimdan o'tganlar, dedi shayx. Avvalgi xotinlaringizmi? Shayx bosh chayqadi. Yo'q. Bu yerda nikohdan ko'ra mas'uliyat ko'proq. Linda yuragini siqib kelayotgan savolni berdi. Ular qayerda hozir? Har kim o'z tanloviga qarab ketgan, dedi shayx. Kimdir tashqariga. Kimdir ichkariga. Ular tor zinapoyadan pastga tushdi. Havo sovuqroq edi. Chiroqlar xira. Nihoyat eski yog'och eshik oldida to'xtashdi. Mana shu, dedi shayx. Linda qo'li titrab, kalitni solishga harakat qildi. Agar ochsam qaytib chiqamanmi? So'radi u. Shayx Lindaning ko'ziga qaradi. Ha, dedi u, lekin avvalgidek bo'lib emas. Eshik ochildi. Ichkarida xona bor edi. Katta emas.
Ammo devorlari tola javonlar, hujjatlar, daftarlar bilan to'ldirilgan. Stol ustida suratlar yoyilib yotar edi. Linda bir suratni oldi. Unda o'zi yoshidagi qiz bor edi. Juda o'xshash. Hatto jilmayishi ham deyarli bir xil. Bu kim? Dedi u ovozi titrab. Sen kabi kelgan qiz, dedi shayx. Yillar oldin. U qayerda? Shayx chuqur nafas oldi. U tirik, dedi u, lekin bu uyda emas. Linda yana suratlarni ko'rdi. Bular ko'p ekan. Ha, dedi shayx. Chunki ko'pchilik birinchi kechada haqiqatni ko'tara olmaydi. Linda ichida nimadir sinib tushdi. Demak, men tanlangan emasman, dedi u. Shayx sekin jilmaydi. Aksincha, dedi u, sen aynan shuning uchun bu yerdasan. Nima uchun? Shayx stol tortmasidan bitta hujjat chiqardi. Unda Lindaning ismi, tugilgan sanasi va u bilmagan ma'lumotlar bor edi. Biz seni oldindan kuzatdik, dedi shayx. Sening sabringni, qo'rquvingni, qarorlaringni. Linda qog'ozni qo'ldan tushirdi. Bu qo'rqinchli, dedi u. Bu haqiqat, dedi shayx. Va endi sen bilasan. U eshik tomonga qaradi. Hali ham ketmoqchimisan? Linda javob bermadi. Chunki u tushundi. Endi bu nikoh emas edi. Bu sinov edi. Tanlangan. Linda stol yoniga o'tirdi. Oyoqlari bo'shashib ketgandek edi. Hujjatlar, suratlar, yozuvlar, bularning bari tasodif emasligini anglash og'ir bo'ldi. U o'z hayotini bilaman deb o'ylardi. Endi esa kimdir uni undan ham yaxshiroq bilganini tushunayotgandi. Siz meni kuzatdingizmi? Dedi u. Yo'q, dedi shayx sokin. Biz seni o'rgandik. Farqi nimada? Kuzatish tashqaridan, dedi shayx. O'rganish esa ichkaridan. Linda titrab ketdi. Men oddiy qizman, dedi u, sizga nima foydam bor? Shayx javon tomon yurdi. U yerdan bitta daftar oldi. Muqovasi juda eski edi. Har bir qiz shunday degan, dedi u, lekin hammasi ham bu yerga tushmagan. Daftarning ichida yozuvlar bor edi. Ismlar, sanalar, qisqa izohlar. Qo'rquv kuchli ketdi. Bosimga chiday olmadi. Savol bermadi, mos emas. Linda yutindi. Mos nimaga? Haqiqatga, dedi shayx. Bu uy yolg'onni ko'tarmaydi. Men-chi? Dedi Linda. Men qaysi qatordaman? Shayx daftarni yopdi. Hali yozilmading, dedi u, chunki sinov tugamadi. Linda deraza tomonga qaradi. Tashqarida tun edi. Qalin devorlar, baland darvozalar. Bu uy oddiy saroy emasligini endi aniq sezardi. Bu yerda aslida nima bo'ladi? So'radi u. Shayx bir lahza jim qoldi. Bu uyga kelgan qizlar tanlov qiladi, dedi u, kimdir ketadi va hamma narsani unutadi. Kimdir qoladi va odamlarga ko'rinmaydigan ishni qiladi. Qanday ish? Haqiqatni saqlaydi, dedi shayx. Linda kulib yubordi. Asabiy kulgi edi. Siz 75 yoshdasiz, dedi u, nega buni hozir aytyapsiz? Nega oddiy xotin olmaysiz? Shayxning nigohi bir zumda sovuqlashdi. Chunki men bu rolni abadiy bajara olmayman, dedi u, va bu uy yolg'iz qolmasligi kerak. Shu payt u eshikni ochdi. Bu boshqa xona edi. Keng. Ammo bo'sh. Faqat markazda katta oyna bor edi. Yaqin kel, dedi shayx. Linda ehtiyotkorlik bilan yaqinlashdi. Oynada avval o'zini ko'rdi. So'ng manzara o'zgardi. Unda o'sha suratdagi qiz paydo bo'ldi. U jim turardi. Ko'zlari charchagan, lekin tirik edi. U tirikmi? Pichirladi Linda. Ha, dedi shayx. U ketishni tanladi. Lekin haqiqatni unutolmadi. Demak, ketish ham qutqarmas ekan. Yo'q, dedi shayx. Faqat yukni yengillashtiradi. Linda yuragini qo'llari bilan ushladi. Demak, birinchi kecha bu sinov bo'lganmi? Birinchi kecha haqiqat bilan yuzma-yuz kelish, dedi shayx.
Kim bunga tayyor emas, bu uyga mos emas. Agar men mos bo'lsamchi? Dedi Linda. Shayx unga tik qaradi. Unda sen mening xotinim bo'lmaysan, dedi u, sen mening o'rnimni egallaysan. Bu so'zlar Lindani muzlatib qo'ydi. Qanday qilib? Bu uyning siri shundaki, dedi shayx sekin, u faqat bitta odamga xizmat qiladi. U odam qariganda almashadi. Linda orqaga qadam tashladi. Siz meni merosxo'r sifatida oldingizmi? Yo'q, dedi shayx. Men seni sinovdan o'tkazish uchun oldim. U kalitni yana stolga qo'ydi. Endi tanloving boshqacha, dedi u, ketasanmi va oddiy hayotga qaytasanmi? Yoki qolib bu uyning navbatdagi qo'riqchisi bo'lasanmi? Linda kalitga qaradi. Bu tun u o'ylagandan ham dahshatliroq edi. Chunki endi savol shunday edi. U faqat kelin bo'lib ketadimi? Yoki o'z taqdirini butunlay o'zgartiradimi? 60 izi. Linda o'sha oynadan uzoqlasholmadi. U ko'rgan qiz avvalgi tanlangan, ko'zlaridagi charchoq Linda yuragiga urilgandek bo'ldi. Bu shunchaki qo'rqinch emasdi. Bu tanib bo'ladigan og'riq edi. Siz meni nega mos deb bildingiz? Dedi Linda. Meni boshqalardan nima ajratib turadi? Shayx sekin yurib deraza yoniga bordi. Sen 14 yoshida onang uchun ishlay boshlagansan. Dedi u, o'zingni emas, boshqani tanlagansan. 16 yoshda ketish imkoning bo'lgan, lekin qolib qarzingni yopgansan. 18 yoshida esa muhabbatdan voz kechgansan. Linda qotib qoldi. Buni qayerdan bilasiz? Chunki bu uy tanlov qilganlarni chaqiradi, dedi shayx. Sen har safar o'zingni emas, vazifani tanlagansan. Bu kuch emas, dedi Linda. Bu majburiyat. Aynan, dedi shayx. Bu uy kuchni emas, bardoshni qidiradi. Shayx stoldagi eski sandiqni ochdi. Ichida bitta buyum bor edi, uzuk. Juda oddiy. Oltin ham emasdi. Bu mening birinchi tanlovimniki, dedi u, qariyb 50 yil oldin. U qayerda hozir? U bu uydan ketgan, dedi shayx. Lekin har yili qaytib keladi. Chunki haqiqatni bilgan odam uni unutolmaydi. Linda uzukka tikildi. Demak, siz ham bir paytlar tanlangan bo'lgansiz. Shayx ilk bor bosh irgadi. Men bu uyga yoshligimda keldim, dedi u, va men qolishni tanladim. Nega? Chunki men ketganimda boshqalar zarar ko'rardi. Shu payt tashqaridan shovqin eshitildi. Darvoza tomondan ovozlar. Qadamlar. Tezlik. Shayx birdan jiddiylashdi. Vaqt keldi, dedi u, ular keldi. Kimlar? Bu uyni istaganlar, dedi shayx. Har doim bo'lgan. Har doim bo'ladi. U Lindaga qaradi. Agar hozir ketsang, eshik ochiq. Hech kim to'xtatmaydi. Agar qolib ketsamchi? Unda sen hamma narsani oxirigacha ko'rasan, dedi shayx. Va bu oson bo'lmaydi. Eshik taqilladi. Shayx hazratlari, dedi tashqaridan erkak ovozi. Kechirasiz, lekin bu masala shoshilinch. Shayx Lindaga so'nggi bor qaradi. Birinchi kecha yakunlanmoqda, dedi u, endi bu nikoh emas. Bu qaror. Linda yuragini ushladi. U birinchi marta shuni his qildi. Bu tanlov faqat boylik yoki qo'rquv haqida emas edi. Bu kim bo'lib qolishi haqida edi. Bosim. Eshik ochilganda xonaga sovuq havo kirib keldi. U bilan birga tashqi dunyo. 3 nafar erkak kirib keldi. Qimmat kostyumlar, sovuqqon nigohlar, shoshilinch ohang. Ular bu uyga mehmon emas, talab bilan kelishgandi. Shayx hazratlari, dedi ulardan biri. Siz va'da bergan muddat tugadi. Linda ularning nigohida bitta umumiy narsa borligini sezdi. Bu yerga ishonch bilan kirishgan odamlarning nigohi. Bu uy va uning ishlari yopiq, dedi shayx sokin. Sizga bu aytilgan. Aytilgan, dedi ikkinchisi. Lekin sizning sog'ligingiz yosh masalasi. Ular Lindaga qarashdi. Demak, bu qiz, dedi uchinchisi. Navbatdagi. Linda yuragi urib ketganini sezdi. Ular kim?
so'radi u pichirlab. Kuzatuvchilar, dedi shayx. Nazorat qiluvchilar. Nimaning? Muvozanatning, dedi shayx. Ular xonaga chuqurroq kirdi. Bu tanlov tezlashi kerak, dedi birinchisi. Biz bu uyni bosh qoldirolmaymiz. U tayyor emas, dedi shayx Lindaga qarab. Hech kim tayyor bo'lmaydi, dedi ikkinchisi. Ammo tizim kutmaydi. Linda qadam orqaga tashladi. Qaysi tizim? Dedi u baland ovozda. Siz nimani nazorat qilyapsiz? Ular jim qoldi. So'ng shayx gapirdi. Bu uy odamlar bilmagan narsani saqlaydi, dedi u, qarorlar, sirlar, bitimlar. Agar u noto'g'ri qo'llarga tushsa, zarar bo'ladi. Qanday zarar? Dedi Linda. Tashqi dunyoga, dedi shayx. Va ichkaridagilarga. Shu payt xonaning chiroqlari bir lahza ochdi. Yer qimirlab ketgandek bo'ldi. Linda qichqirib yubordi. Nima bo'ldi? Bu uy ogohlantirmoqda, dedi shayx qat'iy. Tanlov kechikmoqda. Kuzatuvchilardan biri qog'ozlarni chiqardi. Biz majburlashimiz mumkin, dedi u, agar u hozir qaror qilmasa. Yo'q, dedi shayx. Majburlangan tanlov bu uyni buzadi. Linda ko'z yoshlarini yashirmadi. Demak, agar hozir ketmasam bu yerda qolib ketamanmi? Shayx unga yaqinlashdi. Sen qolishni tanlasang, dedi u sekin, bu nikoh qog'ozda qoladi. Sen xotin emas, qoriqchi bo'lasan. Agar ketsamchi? Ular seni unutadi, dedi shayx. Ammo bu uy seni unutmaydi. Tashqaridan yana shovqin keldi. Bu safar shoshilinch. Vaqt tugayapti, dedi kuzatuvchilardan biri. Hozir. Linda titrab ketdi. U tushundi, bu tun so'nggi chegara. Bu qaror keyinga qoldirilmaydi. U deraza tomon qaradi. U yerda qorong'ulik, erkinlik, bilmaslik. So'ng shayx tomonga qaradi. Bu yerda javoblar, ogirlik, mas'uliyat. Va aynan shu paytda shayx birdan yo'taldi. Qattiq, ogir. U o'tirib qoldi. Linda yugurib bordi. Sizga nima bo'ldi? Shayx boshini ko'tardi. Shuni bilgin, dedi u zorga, vaqtim tugayapti. Bu so'zlar Lindani muzlatib qo'ydi. Endi savol faqat tanlov emas edi. Bu kimnidir hozir qutqarish haqida edi. So'nggi soatlar. Shayxning yo'talidan keyin xona ichida sukunat cho'kdi. U nafasini rostlashga urdi. Qo'llari qaltirar, peshonasida sovuq ter paydo bo'lgandi. Kuzatuvchilar bir-biriga qarashdi. Ular buni kutmagandek, ammo ajablanmagandek ham emas edi. Bu qachondan? Dedi Linda shayxni ushlab. Anchadan beri, dedi shayx past ovozda. Shuning uchun ham seni chaqirdim. Siz olayapsizmi? Dedi Linda to'g'ridan to'g'ri. Shayx bosh irgadi. Bu uy meni uzoq ushlab turdi, dedi u, lekin endi navbat almashadi. Kuzatuvchilardan biri soatiga qaradi. Vaqt kam, dedi u sovuqqonlik bilan. Tanlov tezlashadi. Linda ichida gazab ko'tarildi. Siz odamlar haqida shunday gapirasizmi? Dedi u, bu inson hayoti. Bu tizim, dedi erkak. İnsanlar keladi ketadi. Linda shayx tomonga o'girildi. Agar men qolishni tanlasam, dedi u, siz tirik qolasizmi? Shayx achchiq jilmaydi. Yo'q, dedi u, lekin sen yolg'iz qolmaysan. Shu payt Linda qaror qildi. Menga vaqt bering, dedi u qat'iy ohangda. Men bu uyni ko'rmoqchiman. Hammasini. Hozir. Kuzatuvchilar norozilik bildirdi. Bu qoidaga zid. Qoidani siz emas, dedi Linda, bu uy belgilaydi. Shayx unga tik qaradi. Yur, dedi u, agar yuraging chiday olsa. Ular ichki yo'laklardan o'tdi. Linda ilgari ko'rmagan xonalarni ko'rdi. Yopiq javonlar, muhrlangan sandiqlar, sirli belgilar. Har bir joyda o'tgan tanlovlarning izi bor edi. Bu yerda qolganlarchi? So'radi u. Ular kuzatuvchi bo'lib ketishdi, dedi shayx. Dunyoning turli joylarida. Bu uy yolg'iz emas.
Linda to'xtab qoldi. Demak, bu faqat bitta uy emas. Yo'q, dedi shayx. Bu tarmoq. Bu so'z Lindani larzaga soldi. Demak, men qolib faqat shu uyni emas, hammasini himoya qilamanmi? Ha, dedi shayx. Yoki ular qoliga topshirasan. Ular markaziy zalga qaytishdi. Soat baland ovoz bilan urardi. Qancha vaqtim bor? So'radi Linda. Bir necha soat, dedi shayx. Tonggacha. Linda chuqur nafas oldi. U birinchi marta qo'rquvni emas, mas'uliyatni his qildi. Agar men qolishni tanlasam, dedi u, men shart qo'yaman. Kuzatuvchilar bosh ko'tardi. Qanday shart? Dedi biri. Bu uy hech qachon majburlab tanlov qildirmaydi, dedi Linda. Hech qachon. Xonada sukunat. So'ng shayx sekin bosh irgadi. U gapiryapti, dedi u, va uy eshitmoqda. Deraza ortida tun sekin oqar edi. Linda bilardi, tong bilan hammasi o'zgaradi. Va bu o'zgarishdan keyin u endi oddiy qiz bo'lib qolmaydi.